Assalomu alaykum. Andijon davlat tibbiyot instituti hududiga test 0625 20 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashga yig'ildi. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli hamkasblar, mehmonlar. Sizlar bilan jonli ko'rishtirganimiz ham ekran orqali bo'lsa ham sizlarni sog'likda, omonlikda ko'rib suhbat o'tkazish imkoniga ega bo'lganimizdan juda xursandmiz. Ilmiy kengash 15 nafar a'zolar miqdorida tashkillangan edi. Yig'ilishda 14 kishi qatnashyapti. Quorum mavjud. Ilmiy kengash a'zolarida qanaqa takliflar bor? Boshlansin. Mazkur taklif tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraf yo'q. Bir ovozdan qabul qilinadi. Ruxsatlilar bilan ilmiy kengash yig'ilishini ochiq deb e'lon qilaman. E'tiboringizga quyidagi kun tartibi havola qilinadi. Mustaqil izlanuvchi Chattakov Akramjon Qahramonovning tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan uglerod almashinuvi buzilishida surunkali buyrak kasalligi tarqalishi, xavf omillar, erta tashxislash imkoniyatlari mavzusidagi 14.00 mutaxassislik bo'yicha dissertatsiyasini himoyasi. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Tashlanadi. E'tirozlar yo'qmi? Kun tartibi tashlanadi. Endi biz sizlardan telegrammimiz ham kelishib olayotgan. Dissertatsiya Belgelerden dissertatsiya 18 dakika bo'ladimi? Apparatlarga 10 minut, norasmiy chiqishlarga 5 daqiqagacha bo'ladimi? Ma'qul, buni qabul qildik. Kun tartibiga masalan ko'rib chiqish kerak. Sizlar fanlar bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasining mavzusi O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Dissertatsiya Andijon davlat tibbiyot institutida bajarilgan. Ilmiy rahbar Yusupova Shahnoza Qodirjonova, tibbiyot fanlari doktori professor, rasmiy apparatlar Xoliqova Adliya Amanullayeva, tibbiyot fanlari doktori professor, Nosirova Xurshida Qudratullayeva, tibbiyot fanlari doktori dotsent. Yetakchi tashkilot Abu Aziz bin Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti. Izlanuvchi Chattakov Akramjon Qahramonovning shaxsiy yig'ma jildi materiallarini e'lon qilish uchun ilmiy vaqtga beramiz. Marhamat, Otabek Mahmudovich. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Sizlar bilan Chattakov Akramjon Qahramonovni tashkil qilib tanishtirib o'taman. Chattakov Qahramonov 1991 yil 10 sentyabrda Andijon shahrida tug'ilgan. 2010-2020 yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti kasbiy ta'lim yo'nalishini tugatgan. 2020-2022 yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti gastroenterologiya va endokrinologiya kafedrasida endokrinologiya yo'nalishida klinik asistentlikni tamomlagan. 2020-2022 yillarda Andijon tuman 2-oliy poliklinikasida oilaviy shifokor bo'lib faoliyat yuritgan. 2022 yildan hozirgi kunga qadar Andijon davlat tibbiyot instituti gastroenterologiya va endokrinologiya kafedrasida assistent bo'lib hisoblanadi. Oilali bir nafar farzandli otasi. Dissertatsiya mavzusi uglerod almashinuvi buzilishida surunkali buyrak kasalligi tarqalishi, xavf omillar, erta tashxislash imkoniyatlari mavzusi bilan tasdiqlangan ilmiy rahbar doktor professor Yusupova Shahnoza Qodirjonova. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 17 ilmiy ish, jumladan bitta ushbu fanlar va O'zbekiston Respublikasi oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalarning asosiy ilmiy ishlarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, jumladan bittasi xorijiy jurnallarda, 3 tasi respublika jurnallarida nashr etilgan. Natijalar xalqaro va respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokamalar o'tkazilgan. Mustafa Samudchi Chattakov Akramjon Qahramonovning shaxsiy faoliyati nazarda mavjud taqdim etilgan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi oliy attestatsiya komissiyasini 14.00 endokrinologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan barcha talab nizomlariga to'liq javob beradi. Rahmat. Ilmiy tadqiqotlar izlanishga savollar bormi? E'tirozlar yo'qmi? Ma'lumot uchun qabul qilib bo'ladi. Ma'lumot uchun qabul qilindi.
dissertatsiya ishining asosiy mazmunini e'lon qilish uchun so'zni izlanuvchiga beramiz. Marhamat, Akramjon Qahramonovich. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ijozatingiz bilan uglevod almashuvi buzilishida surunkali xavf omillari erkin tashxislash imkoniyatlari mavzusidagi tadqiqotimizning yakuniy natijalari bilan sizlarni tanishtirsin. Mavzuning dolzarbligi, surunkali buyrak kasalligi butun dunyo bo'ylab aholi salomatligi uchun tobora ortib qolmoqda muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning natijalariga ko'ra 2017-yilda dunyoda surunkali buyrak kasalligining tarqalishi 9-7% yetgan bo'lib, 1990-yildagi ko'rsatkichlarga nisbatan 3% oshganini ko'rsatadi. 2024-yildagi klinik operatsiyalarning dunyoda davomiylik ortib borishi aholi orasida surunkali buyrak kasalligi tarqalishini ishlab kelmoqda. AQSh buyrak kasalliklari bo'yicha ma'lumotlar tizimi 2022-yilgi hisobotida ta'kidlanishicha, bizdagi bosuvchi bemorlar soni yosh o'tishi bilan muntazam ravishda ko'payib bormoqda. Metabolic buzilishlar, ikkinchi tur qandli diabet va prediabet surunkali buyrak kasalligi rivojlanishiga olib keladi. Bu jiddiy va keng tarqalgan asoratdir. Surunkali buyrak kasalligi dastlabki bosqichlarida aniqlanmasligi, kech tashxis qo'yish, davolash samaradorligi sezilarli darajada pasayganligi sababli uni o'z vaqtida aniqlash ayniqsa muhimdir. Sistatin esa klinik oldi bosqichda surunkali buyrak kasalligi tashxisi uchun istiqbolli biomarker hisoblanadi. Biroq uglevod almashuvi buzilishi bo'lgan bemorlarda uning tashxislash va kasallikni prognozlashdagi o'rni hali ham qo'shimcha o'rganish talab etiladi. Ayniqsa O'zbekiston hududi, jumladan Andijon viloyatidagi qishloq va shahar aholisi o'rtasidagi qolgan holda tadqiqotlar o'tkazish dolzarb ahamiyatga ega. Tadqiqotning Включать звук, я в наушниках. uglevod almashuvi tutgan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanishining xavfi И на узбекском va erta tashxis, sistatinning diagnostik va prognostik ahamiyatini baholash. Quyidagi maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilab olindi. Uglevod almashuvi buzilgan bemorlarda surunkali buyrak kasalligini demografik va klinik metabolik xavf omillarini o'rganish, qonda kreatinin, sistatin darajasi, peshobda albumin kreatinin nisbatini aniqlash hamda ko'xtovchi filtratsiyasi tezligini hisoblash asosida uglevod almashuvi buzilgan bemorlar orasida surunkali buyrak kasalligining uchrash chastotasini aniqlash. Sistatin surunkali buyrak kasalligiga tashxislashda diagnostik ahamiyatini baholash va uning klinik metabolik ko'rsatkichlari bilan o'zaro aloqadorligini baholash. Tadqiqotda olingan natijalar asosida uglevod almashuvi buzilishi bo'lgan shaxslarda surunkali buyrak kasalligini erta tashxislash algoritmini takomillashtirish. Ushbu tadqiqot 2023-yil 24-yillarda Grant loyihasi doirasida Andijon viloyatining Marhamat tumani va Andijon shahrida cross-section tadqiqot hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda uglevod almashuvi turlicha bo'lgan bemorlar jalb qilingan. Ularga qandli diabet, ikkinchi tur, prediabet va uglevod almashuvi turishi bo'lmagan ishtirokchilar jalb qilingan. Barcha ishtirokchilarda antropometrik ko'rsatkichlar, laborator tekshiruvlar, buyrak funksiyasi markerlari tekshirilgan. Slaydda kiritish va istisno mezonlari keltirilgan. Ushbu slaydda surunkali buyrak kasalligini bosqichini aniqlashda ko'xtovchi filtratsiyasini hisoblash uchun foydalanilgan formulalar keltirilgan. Ko'xtovchi filtratsiyasi tezligini kreatinin, sistatin darajasi bo'yicha hisoblash uchun SKD-EP tenglamalari, shuningdek kombinatsiyalangan formulalar kreatin, sistatin keltirilgan bo'lib, buyraklar filtratsiyasi funksiyasini baholash, aniqligini oshirishga imkon beradi. Bundan tashqari, yosh, tana vazni, zardobdagi kreatinin darajasini hisobga olgan holda erkak va ayollar uchun kreatinin klersini formulalar ko'rsatilgan. Ushbu tenglamalar foydalanish buyraklarning funksional holatini standartlashtirgan va keng jihatdan asoslangan baholashni ta'minlaydi.
Ushbu diagrammada Andijon shahri va Marhamat tumanida ulug'vot almashuv buzilishi bo'lmagan prediabet va qandli diabet ikkinchi tur bilan og'rigan bemorlarni qiyosiy klinik va antropometrik ko'rsatkichlari aks ettirilgan. Barcha guruhlar tekshirilganda o'rtacha yosh sezilarli darajada farq qilmadi va 53-57 yosh oralig'ida o'zgarib turdi. Prediabet guruhida ikkala mintaqada arterial gipertenziya, yuqori chastotasi, metabolik buzilishlar qayd etildi. Umumiy tendensiyaga ko'ra arterial gipertenziya tuman aholisida shahar aholisiga nisbatan biroz yuqori darajada uchradi. Ayniqsa ikkinchi tur qandli diabet bilan og'rigan shaxslar orasida bu holat qishloq aholisida kardiometabolik xavf omillarini yuqoriligi, tibbiy profilaktika va skrining qamrovini cheklanganligi hamda turmush tarzi omillari bilan izohlanishi mumkin. Tana vazni indeksi o'rtacha qiymatlari solishtirilganda shahar aholisi guruhlarida tuman aholisiga nisbatan yuqori bo'lgan. Tana vazni indeksi oshishi surunkali buyrak kasalligi rivojlanishini va zo'rayishini mustaqil xavf omili sifatida qaraldi. Semizlik darajasining oshishi kavtarcha ultras tezligini yanada yaqqol pasayishi va nefropatik yuqori chastotasi bilan bog'liq. Ulug'vot almashuvi buzilishida jumladan insulin resistentli, surunkali giperglikemiya, giperurikemiya va dislipidemiya, surunkali buyrak kasalligining rivojlanishi asosiy patogenik rol o'ynaydi. Ularning nefropatogen ta'siri glomerular gipertenziya, renin angiotensin aldosteron tizimini faollashini, oksidovchi stress, hepatoksik va fibroz induksiya orqali namoyon bo'lib, nefrometabolik kontinuumni shakllantirdi. Ushbu omillarning sinergik ta'siri nefronlar yo'qolishini tezlashtiradi va prediabetda hamda ikkinchi tur qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligini tez fursatda rivojlanishini belgilaydi. Quyidagi diagrammada Andijon shahri va Marhamat tumanida bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanish xavf omillarining o'rtacha qiymatlari tahlil qilindi. Har ikki hududda prediabet va qandli diabet ikkinchi turida yosh, tana vazni indeksi, glikemik ko'rsatkichlar, insulin va homa indekslar qiymatlari ulug'vot almashuvi buzilishi bo'lmaganlarga nisbatan ishonchli darajada yuqori ekani aniqlandi. Ayniqsa qandli diabet ikkinchi turida insulin, homa indeksi, trigliseridlar, atrogen lipid fraksiyalari ko'rsatkichlarining eng yuqori qiymatlariga ega bo'lishi kuzatildi. Bu insulin rezistentligi va dislipidemiyaning yaqqol ifodalanganligini ko'rsatdi. Ushbu tendensiya har ikki hududda ham o'xshash bo'lib, ulug'vot almashuvi buzilishlari chuqurlashgan sari surunkali buyrak kasalligi rivojlanishini xavfini ortib borishini tasdiqlaydi. MRT study ilmiy tadqiqot natijalari sistolik arterial qon bosimi 140 millimetr simov ustunida darajasida ko'tarilganda kavtarcha filtratsiya tezligi 1,5 barobarga pasayishini tasdiqlaydi. Study collaboration prospektiv ilmiy tadqiqot 1 milliondan oshiq bemorlar meta-analizda shuni ko'rsatdiki, sistolik arterial qon bosimi har 20 millimetr simov ustuniga oshishi surunkali buyrak kasalligi yetishmovchiligining 30-40% ga oshirish xavfi bor ekani aniqlandi. Arterial gipertenziya va qandli diabet ikkinchi tur bilan kuzatilgan surunkali buyrak kasalligi rivojlanishi 4 barobarga oshdi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, Andijon shahri va Marhamat tumanida aholisida sistolik arterial bosim va diastolik arterial bosim sezilarli darajada oshgani. Bundan tashqari Andijonda sistolik arterial bosim sezilarli darajada oshishi prediabet guruhida surunkali buyrak kasalligining birinchi, uchinchi bosqichida qayd etildi. Marhamat tumanida sistolik arterial bosim oshishi prediabet guruhida surunkali buyrak kasalligining birinchi, uchinchi bosqichida kuzatildi. Shunday qilib, kavtarcha filtratsiya tezligi sistatin bo'yicha sistolik arterial bosim o'rtacha qiymati prediabet bilan og'rigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligini baholash va erta tashxis uchun ishonchli marker ekanligini tasdiqlaydi. Sistatin bu har bir yadro tutuvchi hujayradan sintezlanadi. Kavtarchalarda erkin filtratsiyalanadi. To'liq reabsorsiyalanadi. Sistatin kreatininga nisbatan kavtarchalar filtratsiyasi tezroq va o'ziga xos marker hisoblanadi. Chunki uning konsentratsiyasi mushak massasi, jins va ovqatlanishga bog'liq emas. Sistatin
yoki ularning kreatinin bilan kombinatsiyalar asosida ko'xtachi filtratsiyasi tezligini hisoblash formulalaridan foydalanish surunkali buyrak kasalligi xavfini aniqroq tabaqalashtirish, yurak funksiyasining subklinik pasayishini erta tashxislash va yurak faoliyatini natijalarini erta bashorat qilish bilan ta'minlanadi. Berilgan diagrammada uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan prediabet va qandli diabet ikkinchi tur guruhlarida yurak funksiyasini aks ettiruvchi asosiy laborator ko'rsatkichlar zardob kreatinin, sistatinsi va albumin kreatinin nisbati o'rganish tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra prediabet guruhida mazkur ko'rsatkichlar uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhga nisbatan ishonchli darajada oshgan. Qandli diabet ikkinchi turi esa ushbu oshishda yanada yaqqol ifodalangan. Ayniqsa qandli diabet ikkinchi turida zardob kreatinin va albumin kreatinin nisbatining sezilarli darajada yuqoriligi yuraklarning erta funksional buzilishlarini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlarda uglevod almashinuv buzilishlari chuqurlashgan sari nefropatik o'zgarishlar kuchayib borishini tasdiqlaydi va surunkali buyrak kasalligining dastlabki bosqichlarida ushbu markerlarda qo'llanish samaradorligini ko'rsatadi. Quyidagi diagrammada Andijon shahrida va Marhamat tumani aholisida ko'xtachi filtratsiyasi tezligini turli hisoblash formulalari asosida baholandi. Har ikki hududda ham uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhda ko'xtachi filtratsiyasi tezligi eng yuqori qiymatlari, prediabet guruhida esa o'rtacha pasayish, qandli diabet ikkinchi turida esa eng past qiymatlar qayd etildi. Andijon shahrida qandli diabet ikkinchi turida ko'xtachi filtratsiyasi tezligi uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhga nisbatan 1,4-1,5 marta past, prediabet guruhga nisbatan esa 1,2-1,3 marta past ekani aniqlandi. Marhamat tumanida ham o'xshash tendensiya kuzatilib, qandli diabet ikkinchi turida ko'xtachi filtratsiyasi tezligi uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhga nisbatan 1,3-1,4 marta, prediabet guruhida nisbatan esa 1,2 marta kamaygani, shuningdek sistatinsi asosidagi formulalar qo'llanilganda prediabet va qandli diabet ikkinchi turida ko'xtachi filtratsiyasi tezligi kreatinin asoslari formulalariga nisbatan 1,2-1,4 marta yaqqolroq namoyon bo'ldi. Olingan natijalar uglevod almashinuv buzilishlari chuqurlashgan sari ko'xtachi filtratsiyasi tezligi izchil pasayib borishini ko'rsatdi. Surunkali buyrak kasalligini erta aniqlash va haqqoniy baholashda sistatinsi ishtirokidagi formulalarni qo'llash maqsadga muvofiq, chunki ular yurak funksiyasini subklinik buzilishlarini aniqroq aks ettiradi. Ushbu diagrammada Andijon shahri va Marhamat tumanida bemorlar guruhlari bo'yicha albumin nisbati tahlil qilindi. Andijon shahrida prediabet guruhida mikroalbuminuriya uchrash chastotasi uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhga nisbatan 807% ga oshgan. Qandli diabet ikkinchi turida esa 60% ni tashkil etdi. Uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhga nisbatan 1,5 marta yuqori ekanligi aniqlandi. Marhamat tumanida prediabet guruhida mikroalbuminuriya chastotasi uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan guruhga nisbatan 19,6% ga oshgan. Qandli diabet ikkinchi turida esa 28,8% ni tashkil etib, prediabet guruhiga nisbatan 1,5 marta yuqori bo'lgani aniqlandi. Umuman olganda uglevod almashinuv buzilishlari og'irlashgan sari albuminuriya chastotasi 1,5-2 marta oshishi kuzatilib, bu diabetik nefropatiyaning erta bosqichdanoq shakllanganini ko'rsatadi. Meta-analiz tahlili shuni ko'rsatdiki, sidik kislotasi surunkali buyrak kasalligining rivojlanishini xavfini 40% ga oshiradi. Andijon shahri va Marhamat tumanida bemorlarning biokimyoviy ko'rsatkichlari, sidik kislotasi, albumin kreatinin nisbati surunkali buyrak kasalligi bosqichlariga qarab tahlil qilindi. Har ikki hududda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi A bosqichlariga o'tish bilan sidik kislotasi va albumin kreatinin nisbati qiymatlarining nisbatan oshishi kuzatildi. Uglevod almashinuv buzilishlari chuqurlashgan sari sidik kislotasi va albumin kreatinin nisbati 1,2-1,8 marta oshishi bilan namoyon bo'lishi ko'rsatdi. Bu ko'rsatkichlar surunkali buyrak kasalligini erta progressiyasini baholashda muhim biomarker hisoblanadi. Prediabetda va qandli diabet ikkinchi turida nefropatik o'zgarishlarni erta aniqlash imkonini beradi. Andijon shahri va Marhamat tumanida uglevod almashinuvi va lipid almashinuv ko'rsatkichlarining erta buyrak disfunksiyasi markerlari bilan korrelyatsiya bog'liqliklar tahlil etildi.
barcha guruhlarda eng yaqqol va statik jihatdan ahamiyatli manfiy korrelyatsiya sistatinsi va to'xtovchilar filtratsiyasi tezligi o'rtasida prediabet va qandli diabet ikkinchi tur bilan og'rigan bemorlarda, shuningdek uglevod almashinuv buzilishi bo'lmagan shaxslarda aniqlandi. Kreatinin to'xtovchi filtratsiyasi bilan korrelyatsiyasi kamroq ifodalangan va barqaror emas edi. Lipid ko'rsatkichlarining buyrak faoliyati markerlar bilan bog'liqlikda yoki o'rtacha darajada bo'ldi. Sistatin esa kreatininga nisbatan erta yurak disfunksiyasi bilan kuchliroq va turg'unroq bog'liqliklarni ko'rsatdi. Bu uning shahar va qishloq aholisida uglevod almashinuvi buzilgan bemorlarda yurak disfunksiyasining erta markeri sifatida afzalliklarini tasdiqlaydi. Ushbu slaydda Andijon shahrida prediabet guruhida sistatin bilan to'xtovchilar filtratsiyasi tezligi o'rtasida surunkali buyrak kasalligining turli bosqichlarida ishonchli manfiy korrelyatsiya aniqlandi. Birinchi bosqichda o'rtacha kuchli manfiy bog'liqlik kuzatilib, ikkinchi bosqichda esa ushbu bog'liqlik yanada kuchayib bordi. Bu sistatin to'xtovchi filtratsiyasi tezligining yuqori aniqlikda aks ettirini ko'rsatdi. Kuchli manfiy korrelyatsiya mavjudligi sistatin surunkali buyrak kasalligini erta aniqlash va baholashda ishonchli biomarker sifatida qo'llash maqsadga muvofiq ekanini tasdiqlaydi. Marhamat tumanida esa prediabet guruhida sistatin bilan to'xtovchi filtratsiya tezligi o'rtasida surunkali buyrak kasalligi bosqichlari chuqurlashgan sari manfiy korrelyatsiya bog'liqliklar darajasi kuchayib bordi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda tadqiqotimiz natijasida biz birlamchi sog'liqni saqlash amaliyotga tatbiq etdik. Diabetik nefropatiyani klinik va laboratoriya ko'rsatkichlari asosida erta tashxislash algoritmini takomillashtirdik va joriy etdik. Algoritmning birinchi bosqichida arterial qon bosimi, tana vazni indeksi, qonda triglitseridlar, sirik kislotasi, shuningdek yosh va oilaviy anamnezlar baholandi. Ikkinchi bosqichda laboratoriya tekshiruvlar diagnostik bosqichi bo'lib, qonda glyukoza, kiritilangan gemoglobin, sirik kislotasi, yuqori zichlidagi lipoproteinlar, past zichlidagi lipoproteinlar, sistatin, kreatinin, albumin kreatinin nisbati ko'rildi. Olingan natijalarga ko'ra bemorlar nahorgi glikemiyani buzilishi va glyukozaga tolerantlikni buzilish holatidagi guruhlarga ajratildi. Agar kreatinin qiymati 90 mikromoldan past, albumin kreatinin nisbati 2, sistatin 1, to'xtovchi filtratsiyasi tezligi 90 mm dan yuqori, triglitseridlar 1.7 gacha, arterial qon bosimi 130 ga 80 mm simov ustunidan past, sirik kislotasi 360 mikromol litrdan past, glikolangan gemoglobin 7% dan past bo'lsa, buyrak shikastlanish xavfini mavjud emasligi deb baholandi. Monitoring yilliga bir marta o'tkaziladi. Agar kreatinin 115 mikromoldan yuqori, albumuriya 30 dan 300 mg gacha oralig'ida bo'lsa, albumin kreatinin nisbati 2 mg, sistatin 1, to'xtovchi filtratsiyasi tezligi 60 ga 90, triglitseridlar 1.7 dan yuqori, arterial qon bosimi 130 ga 80 mm simov ustunidan yuqori, sirik kislotasi 360 dan yuqori, glikolangan gemoglobin 7% dan yuqori bo'lsa, bemor o'rtacha xavf guruhiga kiritiladi. Kreatinin 30 mikromoldan yuqori, albumuriya 300 mg dan yuqori, albumin kreatinin nisbati 2,5 va statin 1 mg dan, to'xtovchi filtratsiyasi tezligi 60 dan, triglitseridlar 2-3 dan yuqori bo'lsa, arterial qon bosimi 140 ga 90 mm simov ustunidan yuqori, sidik kislotasi 400 mikromol litrdan yuqori, glikolangan gemoglobin 8 dan 8% dan yuqori bo'lsa, yurak shikastlanish xavfi yuqori deb baholanadi. Monitoring har 3-6 oyda o'tkaziladi. Xulosa, mazkur algoritm sistatin, albumuriya va kreatinin ko'rsatkichlari kompleks baholash orqali prediabet bilan og'rigan bemorlarning buyrak funksiyasining klinik oldi bosqichlari buzilishlarini erta aniqlash imkonini beradi va klinik amaliyotga qo'llash uchun maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Ijozatingiz bilan xulosa va amaliy tavsiyalar tarqatilganligi sababli ruxsatingiz bilan ularga to'xtalmasam.
Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, taqdimot tugadi, eshitdik. Marhamat, savollar bo'lsa. Sizlarga savollar bormi? Savol bersam bo'ladimi? Bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, judayam qiziq ish. Akramjon Qahramonovich, menda bir nechta savol bor edi. Haqiqatda hozirgi paytda diabetik buyrak kasalligi, surunkali buyrak kasalligi judayam katta muammo bo'lib kelmoqda. Va shuni e'tiborga olish kerakki, aynan aytganingizdek, uglevod modda almashuv buzilishi asosiy sababchi bo'ladi. Mana qay davomiyligida bo'lishi kerakki, bu uglevod o'zgarishlar, mana shu surunkali buyrak kasalligi, o'rgandingizmi shuni? Qanchalik dekompensatsiyada yurishi mana shu surunkali buyrak kasalligiga sabab bo'ladi. Bu birinchi savol. Endi qay vaqtdan keyin mana shu sistatin C ni tekshirish kerak? Erta surunkali buyrak kasalligini aniqlash uchun. Chunki mana algoritmda keltirgan tekshiruvlaringiz hammasi qimmatbaho va o'shaning uchun ichidan bittasini tanlab siz tavsiya etishingiz kerak mana shu vaqtdan keyin deb o'ylayman men. Va albatta bu yerda Andijon viloyatida o'rganganingiz surunkali buyrak kasalligini judayam muhim deb hisoblayman. Va shu bilan birga ilmiy yangilikda nima tavsiya qilasiz mana shu Andijondagi qandli diabet bemorlarga? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Ijozatingiz bilan javoblarga o'tsam. Xo'p, biz tadqiqotimiz natijalariga kelib chiqib, bemorlarni masalan bosqichlarga bo'lganmiz. Bularda nahorgi glikemiyani tekshirish, kiriklangan gemoglobin, surunkali buyrakka STDP formulasi bo'yicha kofta filtratsiyasini hisoblash, TDdagi albumin kreatinin nisbatlarini aniqlash, kreatin va sistatin C darajasini aniqlashda birlamchi tizimda anakalar olib borganmiz, tadqiqotlar olib borganmiz. Buni birlamchi tizimga bemorlar uchun qo'llash uchun tavsiyalar berganmiz. Bizda har bitta birlamchi tizimda kreatinin, albuminuriya, kiriklangan gemoglobin, nahorgi glikemiyani o'lchash laborator tekshiruvlarida bor. Shuni hisobga olgan holda erta bosqichda aniqlashni biz tavsiya qildik birlamchi bosqichda. Va skrining o'tkazish maqsadida buni yuqori xavf guruhiga kiritilgan bemorlarda insulin rezistentligi, giperglikemiya, giperurikemiya kuzatilgan bemorlarda sistatin C ni erta bosqichda aniqlashni tavsiya berdik. Nimaga biz kreatinin bilan shug'ullanmadik? Chunki kreatininda mushak massasi, oziq-ovqatga, yoshga, jinsga bog'liqligi sababli sistatin C'da biz qo'llashni tavsiya qildik. Sistatin C'da yosh, jins oziq-ovqat mahsulotlari kamdan kam bog'liqligi bor. Ikkinchi savoling qaytarib olasiz. Hurmatli. Qaysi davrida necha yildan keyin yosh Qandli diabetni yangi biz o'tkazgan tadqiqotimizda qandli diabetni yangi aniqlangan bemorlarda surunkali buyrak kasalligini erta bosqichlarini aniqlaganmiz.
Yani hurmatli Bag'ri qabullarni javob qoniqarli bo'ldimi yo'qmi? Ha, rahmat. Rahmat. Marhamat yana savollar. Yerdagilar yo'qmi? Так, пожалуйста, не рад. У меня возникло два вопроса. Первый вопрос. При наличии преддиабета и впервые выявленного сахарного диабета второго типа, какой именно процент поражения почек? То есть цифровые данные. Второй вопрос. Почему уже на стадии преддиабета идет поражение почек? Это или поздняя диагностика сахарного диабета, или какие-то другие причины, которые пропускают поражение почек при первичном поражении сахарного диабета. Все, спасибо. Savol tushunarli bo'ldimi? Mm. Marhamat. Savolingiz uchun rahmat Nela Rafiqovna. Ijozatingiz bilan to'xtalib o'taman. Tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra, diabet bilan xastalangan surunkali buyrak kasalligi bor bemorlarimiz 15% bo'lgan. Qandli diabet ikkinchi turida bular 38% tashkil etdi. Birinchi savolingizga. Ikkinchi savolingizga surunkali buyrak kasalligini qaysi sabablar orqali kelib chiqishi? Prediabet insulin rezistentligi, giperglikemiya va subklinik giperurikemiya bilan kechadi. Bular endoteliy disfunksiyasini keltirib chiqaradi. Bu esa ko'ktoshchi bosimini gemodinamikasi buzilishiga va hiperfiltratsiyaga olib keladi. Shu bosqichdanoq glomeruloskleroz mexanizmi ishga tushadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bunday bemorlarda HOMA indeksi, gliklangan gemoglobin, lipid miqdori oshgan. Bu buyrak shikastlanishini erta metabolik xavfiga kiradi. Ne yaptın? Tak, savollar marhamat. Allah qatnashuvchilar bormi? Sizlar nimaniki beringlar. Ha, bitta. Savol beryapti. Gliklangan hemoglobin 6,5%dan past ushlaganlar ham bormi? Agar tuzgan ularga nisbatan qanaqa taktika olib borgansiz deyapti. Bizda gliklangan gemoglobin 6,5%dan pastlarga uchradi. Prediabet holdagi bemorlar bularga to'g'ri ovqatlanish, jismoniy yuklamalarni tavsiya etganmiz. Agar vazni ortiqcha bo'lsa, jismoniy yuklamalarni tavsiya etganmiz va metformin buyurganmiz. Bitta savol bo'ldi. Уважаемая Татьяна Леонидовна, на ваш вопрос, на ваш онлайн-вопрос диссертант ответил. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо вам. Yana savollar. Menga yetarli. Savollar yetarli deb taklif tushyapti. Nima qilamiz? Yetarli. Savollarda yetarli deb takliflaymiz. Rahmat, o'tiring. Viloyat kengashi a'zolari so'z mazkur dissertatsiya ishi bo'yicha ilmiy rahbarga beriladi. Tanus Xodijonning marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari, hurmatli onlayn kengash a'zolari, men hammanglarga o'z nomimdan va dissertant nomidan chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki bugun hammamiz bilamiz, hamma aktiv periodda, shunga qaramasdan bugun hamma vaqt topib qatnashayotganiga rahmat aytaman. Qolganini yozma ravishda berganman. Rahmat, rahmat. Dissertatsiyaning ilmiy ishi bo'yicha yetakchi tashkilotning xulosasi va avtoritetlarga kelib tushgan xulosalarni e'lon qilish so'zni ilmiy kotibga beramiz. Marhamat, Vazirlik kengashi a'zolari ijozatingiz bilan dissertatsiya bachalik muassasasi va ismlarning xulosalarini yetakchi tashkilot taqrizi, dissertatsiya va dissertatsiya bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan boshqa taqrizlar bilan tanishtiraman.
Mutatsiya Andijon davlat tibbiyot institutida bajarilgan. Tibbiyot bajarilish muassasasining konfederal ilmiy seminar xulosasi 2026-yil 2-fevraldagi konfederal ilmiy kengashning 2-sonli bayonnomasida o'z ifodasini topgan. Ushbu xulosada Chortoq Akramjon Qahramonovning yo'l almashuv buzilishida surunkali bo'lak kasalligi tarqalishi xavf omillari ta'kidlash imkoniyatlari mavzusida yozilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi tomonidan tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'g'ri javob berishga qayd etilgan. Andijon davlat tibbiyot institutidagi fan doktor ilmiy darajasini beruvchi DS 06-2025 raqamli ilmiy kengash asosidagi ilmiy seminarni 2026-yil 20-apreldagi 3-sonli majlisida bayonnomasida Chortoq Akramjon Qahramonovning yo'l almashuv buzilishida surunkali bo'lak kasalligi tarqalishi xavf omillari erta tashlash imkoniyati mavzusida yozilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi tomonidan tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan barcha talablarga to'liq javob berishga qayd etilgan. Fan doktor ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashning 2026-yil 3-sonli bayonnomasi qaroriga asosan ushbu dissertatsiya bo'yicha Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti yetakchi tashkilot etib tayinlangan. Yetakchi tashkilotni 2026-yil 16-iyundagi 21-sonli majlis bayonnomasida o'z ifodasini topgan va dissertatsiya ishi bo'yicha ijobiy xulosa berilgan. Ilmiy kengashga dissertatsiya tashkiloti bo'yicha 7 ta takliflar kelib tushgan, jumladan 3 tasi Rossiya va Qozog'iston davlatlarining yetakchi tashkilotlarining professorliklari va 4 tasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosidagi tibbiyot fanlari doktor professorlardan kelib tushgan. Hamma tadbirlar ijobiy, savollar va e'tirozlar yo'q. Rahmat. Texnika savollar bormi? Yo'q. Tushunadi bo'ldi. Ma'lumot uchun qabul qilsa bo'ladi. Ma'lumot uchun qabul qilinadi. E'tirozlar yo'q. Endi boshqa fikr mulohazalar bo'lmasa, e'tirozlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, muhokamaga o'tsak bo'ladi dissertatsiyani. Bo'ladimi? So'zni birinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori Xolidova Adliya Aminullayevnaga beramiz. Marhamat. Mikrofon ishlayapti. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari. Avvalambor muhokamamizda rasmiy opponent sifatida ishtirok etayotgan o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Va ruxsat etsangiz, dissertatsiya rus tilida bo'lgani sababli mana aprizni rus tilida tayyorlagan edim. Ну, в первую очередь хотелось бы остановиться на актуальности данной работы, потому что актуальность рецензируемого исследования продиктована неуклонным ростом распространенности хронической болезни почек в мировой и отечественной популяции, особенно среди лиц с нарушениями углеводного обмена. Согласно международным данным, хроническая болезнь почек верифицируется более чем у 25% с сахарным диабетом, а диабет совместно с артериальной гипертензией формирует свыше 60% всех случаев терминальной почечной недостаточности в мире. В Республике Узбекистан диабетическая нефропатия, как ведущая причина хронической болезни почек, выявляется у 20-43% больных диабетом. При этом доклинические стадии почечной дисфункции пациентов преддиабетом и впервые выявленным сахарным диабетом второго типа остаются малоизученными и характеризуются крайне высокой недовыявляемостью на уровне именно первичного звена здравоохранения. Поздняя диагностика существенно ограничивает терапевтические возможности, усугубляет риск инвалидизации и влечет за собой колоссальные затраты на проведение заместительной почечной терапии. И поскольку большинство пациентов с хронической болезнью почек с предрасположенностью наблюдается у врачей общей практики, именно они несут основную ответственность за раннее обнаружение данного заболевания. Поэтому своевременное выявление хронической болезни почек, начало терапии, соответствующие клиническим рекомендациям врачами первичного звена критически важны для замедления прогрессирования болезни и предотвращения сопутствующих осложнений, например, сердечно-сосудистых осложнений. Это подчеркивает важность, своевременность данного исследования
Подчеркивается важность обучения и информирования врачей первичного звена для совершенствования именно скрининга, диагностики и лечения хронической болезни почек на начальном этапе медицинской помощи, особенно при наличии показаний к применению нестандартных подходов. То есть, и исходя из вот такой вот обширной актуальности данного исследования, поставлена цель, которая сформулирована четко и заключается в изучении факторов риска, развития хронической болезни почек у пациентов с нарушением углеводного обмена и оценки диагностико-прогностической значимости цистатина С в ее ранней диагностике. Для достижения поставленной цели автором сформулированы четкие задачи, 4 задач, они полностью отражают суть и цель, поставленную цель. Конечно, новизна автором приводится, она есть, но тем не менее 2 слова хотелось бы все-таки сказать о именно полученной новизне данного исследования. Во-первых, впервые на региональном уровне, на примере Андижанской области, включая Мархаманский район, гипергликемия, гиперурикемия, дислипидемия и инсулинорезистентность научно обоснованы и установлены в качестве триггерных факторов раннего доклинического повреждения почек у лиц с преддиабетом и впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа. Полноценно доказано, что достоверно изолированное повышение альбумин-креатининового соотношения выступает надежным ранним маркером ренальной дисфункции у пациентов с нарушением углеводного обмена на доклинической стадии. Научно обосновано, что сывороточный цистатин С обладает более высокой диагностической и прогностической значимостью в оценке снижения СКФ по сравнению с традиционным определением креатинина. Установлена сильная обратная корреляционная зависимость цистатина С со скоростью клубочковой фильтрации и прямая связь с тяжестью альбуминурии. Разработан и запатентован новый усовершенствованный алгоритм скрининга и ранней донозологической верификации хронической болезни почек у лиц с метаболическими нарушениями, а также внедрена профильная электронная программа для практического здравоохранения. Что касается самой работы. Содержание работы. Диссертационная работа представлена в традиционном стиле, написана на 138 страницах компьютерного текста, состоит из введения 4 глав, которые включают обзор литературы, материалы и методы исследования. 3 и 4 главы посвящены результатам собственных исследований. Также заключение, выводы и практические рекомендации. Введение представлено актуальность исследования, цели, задачи, научная новизна, практическая значимость. 1 глава это литературный обзор, она называется «Современное представление о ранней диагностике хронической болезни почек у лиц с нарушениями углеводного обмена». Она посвящена глубокому теоретическому анализу современных представлений. Здесь представлена именно классификация, глобальность эпидемиологии хронической болезни почек. Подробно описаны патогенетические механизмы повреждения почечной ткани именно на стадии преддиабета и диабета. И критически оценены ограничения существующих методов, а также проведенные мировые исследования по поводу цистатина С. 2 глава – это материалы и методы. Она демонстрирует высокую методологическую надежность работы. В работу включены 307 пациентов с нарушением углеводного обмена, а также 60 человек группы контроля. Исследование выполнено на достаточном методическом уровне с использованием современных антропометрических, биохимических, гормональных и статистических методов. Это гарантирует высокую степень достоверности полученных выводов. Следующие главы, они посвящены результатам собственных исследований. 3 глава называется «Факторы риска и частоты встречаемости хронической болезни почек у лиц с нарушениями углеводного обмена». Глава отражает именно результаты детального анализа встречаемости почечной патологии у городского и сельского населения. Она посвящена анализу факторов риска хронической болезни почек, сравнительной характеристики с традиционными и новыми диагностическими подходами, а также оценке частоты ранних признаков ХБП у разных категорий пациентов.
Автором установлена высокодиагностическая значимость альбумин-креатининового соотношения и цистатина С при раннем выявлении почечной дисфункции. Установлены региональные особенности распределения факторов риска, что особо является интересным. 4 глава называется «Прогностическая значимость и алгоритм ранней диагностики хронической болезни почек». Она посвящена многофакторному корреляционному анализу. Автор на основании всех полученных своих данных здесь представляет проводит корреляционный анализ и приводится анализ диагностических маркеров. Здесь изучены взаимосвязи между показателями углеводного обмена и ранними поражениями почек. Главным достижением главы, я считаю, является интеграция полученных данных именно в оптимизированный вот этот вот пошаговый диагностический алгоритм и создание электронной программы, которая позволяет осуществлять автоматизированную экспресс-оценку риска ренальной дисфункции, и она очень необходима именно на этапе скрининга нарушения углеводного обмена. В разделе заключения сопоставлены собственные результаты с данными литературы. Заключение диссертации основано на использовании данных литературы последних лет и анализе результатов собственных исследований. В целом, в данном разделе удачно обобщены именно полученные свои данные с имеющимися на сегодняшний день мировыми данными. Выводы вытекают из сути проведенного исследования и соответствуют поставленным задачам. Они раскрывают эти задачи. Научная значимость каждой главы диссертации, нужно сказать, что она имеет высокую научную значимость и основана на достоверных исследованиях. Диссертация написана на высоком методологическом уровне. Методы исследования и лечения больных основаны на современных научных достижениях в области эндокринологии. Достоверность результатов исследований подтверждается результатами объективных, клинических, лабораторно-инструментальных методов исследования. Точность результатов, они подтверждаются статистическими методами анализа. Полученные результаты основываются на сопоставлении с зарубежными и отечественными исследованиями. Работа интересная. Я думаю, она в дальнейшем найдет свое применение, особенно на первичном уровне здравоохранения. И это будет именно та изюминка, которая вытекает из этой работы и пойдет в помощь именно врачам общей практики. В ходе рецензирования возникли следующие замечания и вопросы. Ну, это в качестве дискуссии. Да? В литературном обзоре имеются некоторые зарубежные исследования, изложены излишне подробно, что немножко увеличивает объем главы, это можно сократить и сделать более четким. Было бы целесообразно более подробно представить сравнительный анализ чувствительности и специфичности цистатина С и традиционных маркеров функции почек. В работе достаточно освещены вопросы длительного прогностического наблюдения пациентов с предиабетом. Ну, с другой стороны, это как бы продолжение данной работы. Я думаю, нужно как раз-таки проводить дальнейшее наблюдение пациентов с предиабетом. Вот, то есть мы вот выявляем, а как дальше, да? Вот это вот наблюдение, я думаю, будет как бы за нашим диссертантом. В диссертации также имелись некоторые стилистические орфографические ошибки, которые были уже удалены в ходе дискуссии с диссертантом. В целом, приведенные замечания не умаляют ценность проведенного исследования и носят только рекомендательный характер. И в рамках дискуссии у меня возникли некоторые вопросы. Первый вопрос. Какие показатели, по мнению автора, являются наиболее информативными о скринингах ХБП пациентов с предиабетом в условиях первичного звена здравоохранения? Ну, такой вопрос тоже звучал. Имеется ли различие диагностической значимости цистатина С у пациентов городского и сельского населения? Тоже было интересно. Насколько экономично и технически доступно широкое внедрение предложенного вами мониторинга уровня цистатина С в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, то есть сельских врачебных пунктов и отдаленных районах? Как, сначала он ответит или мне заключение? Пожалуйста, вы ответите. Мархамат, Джон. Tavallar Jordan. Savollaringiz uchun rahmat, aziz muhlislar.
ijozat bersangiz javob bersin. Birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, biz tadqiqotimiz natijasida kelib chiqib glikemiyani buzilishi, STDP formulasi bo'yicha va gliklangan gemoglobin, CDdagi albumin kreatin nisbatini aniqlash, kreatin va sistatin C darajasini aniqlash bo'yicha birlamchi yig'inda ishlaganmiz. Bu savol qaytalardan bo'ldi, avvalam berildi. Eng ikkita savolga javob bersangiz. Ikkinchisi, shahar va qishloq aholisi orasida sistatin C'ni farqi yo'q. Bunun tadqiqot natijalariga ko'ra, shahar va qishloq aholisi orasida sistatin C'ni diagnostik samaradorligi statik jihatdan sezilarli farq qilinmadi. Bu degani shahar bilan qishloq aholisi orasida sistatin C'ni anaqa farq yo'q. Yoshga, jinsga, oziq-ovqatga farqi yo'q degan hisobga keldi. Специальность, насколько доступен ваш алгоритм, но в принципе этот вопрос тоже стоит. Ну, в принципе, он звучит. Да. Но бергенде, savol bo'lgan. Javob bo'ldi. Qanaqa? Javoblar qanaqali bo'ldi? Rahmat. Xulosa. Спасибо. В целом, диссертационная работа Чартакова Ахрамджана Кахрамановича на тему хронической болезни почек при нарушении углеводного обмена, распространенность фактора риска, возможности ранней диагностики является законченным, самостоятельно выполненным научно-квалификационным трудом, написанным на высоком актуальном уровне. Работа содержит решения важной научно-практической задачи современной эндокринологии и нефрологии, то есть оптимизация до нозологического выявления ренальных осложнений при метаболической патологии. По актуальности темы, объему проведенных исследований, научной новизне, методологическому качеству и практической ценности диссертация полностью отвечает требованиям положения ВАК Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан, который предъявляется диссертациям на соискание ученой степени доктор философии по медицинским наукам, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности эндокринологии. Спасибо. Marhaban. Javob berdi. Yo'q. Vaqtingizni ajratib bizni tadqiqot dissertatsiyamizni chuqur tahlil qilganingiz uchun, o'zingizni xulosalaringizni berganingiz uchun katta rahmat. Hurmatli Aziz Omonullayevna, siz bizning kengashimizda doim qatnashasiz. O'z ishtirokingiz bilan, savollaringiz, takliflaringiz bilan faol qatnashasiz. Shuning uchun bizning kengashning eng faol a'zosi sifatida siz bilamiz, qadrlaymiz, hurmatlaymiz. Juda katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Endi so'zni ikkinchi rasmiy opponentga beramiz. Tibbiyot fanlari doktori dotsent Nosirova Xurshida Qudratullayevna. Bu kishi onlayn qatnashyaptilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli spetsiallashgan kengash raisi va a'zolari. Meni mazkur dissertatsiya ishi bo'yicha rasmiy opponent sifatida taklif etganingiz uchun sizlarga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Dissertatsiya rus tilida bo'lganiga retsenziya odzivim ham rus tilida. Ruxsat bersangiz o'qib beraman. Отзыв на диссертационную работу Чартакова Акрамджана Кахрамоновича «Хроническая болезнь почек при нарушении углеводного обмена, распространенность, факторы риска, возможности ранней диагностики», представленная на соискании ученой степени доктора философии по специальности 14.00.03 эндокринология. Но актуальность темы, конечно, не вызывает никаких сомнений. Представленная диссертационная работа посвящена актуальной медицинской проблеме изучения хронических болезней почек у пациентов с нарушениями углеводного обмена
включая преддиабет и сахарный диабет второго типа. Высокая распространенность данной коморбидной патологии, достигающей по данным ГДИКа более 25% среди пациентов с сахарным диабетом, обуславливает несомненную научную и практическую значимость исследований. Работа соответствует приоритетным направлениям развития науки Республики Узбекистан. Уважаемый председатель, если вы позволите, Адлия Манулаевна очень подробно остановилась на всех главах, и могу ли я перейти сразу к вопросам и заключению? Пожалуйста. У меня по ходу рецензирования возникли два вопроса, но они также не умаляют никак диссертационную работу и тоже как бы дискуссионным образом. Первый вопрос. В диссертации показано, что применение формул СКД-ЭПИ на основе цистатина С повышает выявляемость ранних стадий ХБП по сравнению с расчетом по креатинину. Какой из трех методов вы считаете оптимальным для рутинного скрининга ХБП у пациентов с преддиабетом в условиях первичного звена здравоохранения Узбекистана? И какими статистическими показателями вы обосновываете этот выбор? Это первый вопрос. И второй вопрос. В работе выявлены существенные различия в силе обратной корреляции между цистатином С и ЕГФР-ЦИС у городских пациентов и сельских. Чем, по вашему мнению, обусловлены эти различия? Каким образом данная закономерность должна учитываться при разработке региональных стандартов скрининга ХБП в Андижанской области? Спасибо. Marhamat. Savolingiz uchun Murshida Qudratullayevna ijozat bersangiz javob bersam. Birinchi savolingizga formuladan qaysi biri ma'qullaysiz deyilgan savol. To'g'rimi? To'g'ri. Biz tadqiqotimiz natijasida shuni isbotladikki, sistatin S bilan kreatinin nisbatini aniqlagan SKD-EPI formulasida bu surunkali buyrak kasalligini erta bosqichlarida aniqlashni tavsiya qildik. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda tekshirilgan guruhlarning xususiyatlaridagi farqlar bilan bog'liq, ya'ni bemorlarning yoshi, tana vazni indeksi, semizlik darajasini tarqalishi, insulin rezistentligi va boshqa xavf omillar xususiyatlarini korrelatsiya kuchiga ta'sir qilishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda shuni aniq qildik. Bo'ldimi? Hurmatli Xurshida Qudratullayevna, javob qoniqarli bo'ldimi? Ha, qoniqdim. Rahmat. И заключениеga o'tsam, ruxsat bersangiz. Диссертационная работа Чертакова Акрамджона Кахрамоновича «Хроническая болезнь почек при нарушении углеводного обмена, распространенность, факторы риска, возможности ранней диагностики» является завершенным самостоятельным научным исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени доктора философии. Результаты исследования обладают научной новизной и практической значимостью, внедрены в клиническую практику и опубликованы в установленном порядке. Автор диссертации Чертаков Акрамджон Кахрамонович заслуживает присвоения ученой степени доктора философии по специальности 14.0003 эндокринология и желаю ему дальнейших успехов. Спасибо большое. Rahmat Xurshida Qudratullayevna, dissertatsiya ishini mukammal ko'rib chiqib, yaxshi tahlil qilganingiz, tavsiyalar berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat katta. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Bir yo'la rahmat. Xurshida Qudratullayevna, vaqtingizni ajratib bizni rasseshimizni ko'rib chiqqaningiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli kengash a'zolari, rasmiy opponentlarni tingladik. Endi bahsga, muhokamaga o'tsak bo'ladimi? Можно, да, добавить несколько слов? Пожалуйста, пожалуйста. Assalomu alaykum. Hurmatli rais va hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ruxsat bilan
bir ikki og'iz aytmoqchi edim shu ish to'g'risida. Avtoreferatlari, dissertatsiyalari asosan ruscha ekan, o'shaning uchun ruxsat etsanglar, shu ruscha aytsam. Данная работа, конечно, несомненно является актуальной и по распространенности диабета во всем мире, неуклонным ростом, к сожалению, пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. И это в нашей стране этому уделяется очень большое внимание, потому что число больных за один только год, вот в 2022 году, увеличилось, оказывается, на 11% по сравнению с 2021 годом. Это период, когда совпал с пандемией, и в следующие годы где-то на 30% увеличилось число пациентов, страдающих хронической болезнью почек. Это, конечно, вызвало ряд мероприятий, в числе которых были создание Центра нефрологии и трансплантации почек, расширились отделения гемодиализа. Это говорит о том, что эта проблема является большой, и пока что не совсем она недостаточно было усилий. Я считаю, что данная работа, она вносит большой вклад именно в эти усилия, и мне понравился дизайн работы, поставлены цели, задачи, используемые методы, они все являются, несомненно, современными. И особенно, как представил свой доклад докладчик, как были показаны слайды, диаграммы, все это очень импонирует. Хотелось бы надеяться, что это, конечно, начало этих исследований, потому что все современные протоколы, американские, европейские, они, конечно же, нацелены на то, чтобы врачи искали определенные маркеры и все методы ранней диагностики как можно раньше, не на диализной стадии, а на додиализной стадии. Вот это самый болезненный вопрос. Я считаю, что диссертант успешно справился со своими задачами, и хотела пожелать ему успехов дальнейших, и руководителю сказать спасибо за такую работу. Конечно, хотелось бы поддержать ее. Рахмат. Рахмат Камалия. Рахмат. İcabi bahane için dissertat işimizce rahmet etmiş. Rahmat. Merhamet yani, sözü Türkçüler. Merhamet. Malgülezin canına. Bugungi mavzu bo'yicha men qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Hamma endokrinologlar va terapevtlar statin screening usuli bilan ishlatilmaydi va qo'shimcha ravishda уже kreatinin bilan uning nisbati o'zgarishi, tana yuki massasi pasayishi, shunga qarab turib ishlatiladi. Bu bola o'z ishi bilan isbotlab berdi. Statin C'ni erta bosqichida aniqlash bilan kasallikni vaqtida oldini olishga va oilaviy shifokorlar uchun bu oldin qimmatbaho deb hisoblanadi, lekin hozir biz ko'rib chiqdik 100 ming so'm atrofida. Bu bunchalik qimmat emas aholi uchun va hozirgi kunda standartlar hali kiritilmagan, lekin mana shu ish bilan yana borgan sari bu bolaga doktorlik qilib buni dinamikada ko'rishimiz kerak degan nimasi davom etsa, borgan sari standartlarga ham skriningda statin C'ni kiritish bu kasallikni erta bosqichida va buyrak yetishmovchiligini, ayniqsa qandli diabetda juda tez rivojlanishini bilgan holda oldini oladi va bu revolyutsion ish deb hisoblayman. Молодец, juda ham o'z o'rnida va o'z vaqtida qilingan ish. Rahmat. Rahmet. Hürmetli Malgülezin canına. İcabi bahane için. Yani merhamet. Ну, мы все знаем. Вот статистика, которая дает 750 миллионов больше страдает хронической болезнью почек. Я считаю, что это относительно. Если учесть, что мы 8 миллиардов, да, сейчас, более 10% людей в мире страдают, если верить этой. Я считаю, что это мало, еще может быть даже больше. Дело в том, что хроническая болезнь почек, ранняя стадия практически очень мало мы определяем.
особенно сельских местностей. Когда они обращаются к нам, когда уже запущена стадия. Поэтому вот эта работа выполнена больших материалов впервые, учитывая сельские местности в Мархаматском районе и города Андижане. Я мархаматский, вот я знаю эту работу. Эта работа выполнена в большом материале. Это не только имеет социальный, вообще имеет вот такие работы большое значение. Дело в том, что когда мы уже определяем запущенную стадию, ну, почти что мы мало лечим. Плохо лечим. Не то, что плохо лечим, просто у нас нет силы, чтобы мы это лечили. Поэтому вот у меня такое предложение. Вот вы вот все выступающие сейчас говорили о том, что вот это белоцистеин С, пусть будет даже дороже, немного, но я считаю, что не дороже, чем жизни и здоровье людей. Поэтому я рекомендую, наверное, уже дали такие рекомендации Минздрав, областных, этих отделов здравоохранения районных, что вот эти вот тест определения ранней диагностики поставили особенным первичным звене. Тогда это будет ценность и повышается работа, и вот ценность еще больше. Поэтому я присоединяюсь официальным, неофициальным оппонентам. Работа, несомненно, проблема есть. Не сомневаем в проблемности работы. А диссертант заслуживает присвоения ему степени доктора философии. Рахмат. Rahmat, hurmatli Mehmet Ahmet, ijobiy fikrlaringiz uchun. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Javob yetarli bo'ldi. Unda men qisqacha yakun yasashga ruxsat berasizlar. Dissertatsiya viloyat almashuvi buzilganda surunkalik yura yetishmovchiligi, uni tarqalishi, epidemiologiyasi, klinikasi oldini olishga bag'ishlangan. Bu sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb masalasi. Biz O'zbekistonda ham, biz respublikada ham bu masala eng ustuvor tibbiyotning ustuvor masalalar qatoriga kiradi. Buni yana bitta xarakterli tomoni shuki, bu ishni O'zbekiston Respublikasi prezidentini, bu davlat talabiga ham javob beryapti-da. Respublika prezidenti Sog'liqni saqlash vazirligini, masalan, endokrinologik xizmatni takomillashtirish ko'lamini yanada yaxshilash, sifatini oshirishga bag'ishlangan ko'pgina buyruqlari, farmoyishlari, yana boshqa endokrinologik kasalliklar, u aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga bag'ishlangan juda ko'pgina buyruq, farmoyishlar bor ekan-da. Mana shularni bajarishga labbay deb javob berayotgan dissertatsiya deb bu narsani hisoblayman. Bu nazariy ahamiyatga ham ega, amaliy ahamiyati ham bor. Har bitta ishni agarda nazariy bo'lsagina amaliyotga tatbiq qilish mumkin bo'lmasa, amaliyotga tavsiya qilinmaydigan bo'lsa, bu ishni anchagina qadri ketadi. Bugun biz eshitgan ishni, dissertatsiya ishini amaliyotga ham katta ahamiyati bor ekan. Bu o'zida ishdan kelib chiqib ishlabgan algoritmlari ham bor. Ushbu algoritmni qo'llash surunkali buyrak yetishmovchiligini erta klinik oldi bosqichlarini aniqlash, samaradorligini oshirishga hamda profilaktik va davolash chora-tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazishni optimallashtirishga olib keladi deyiladi. Demak, amaliyotdagi shifokorlarga tavsiya, foydali tavsiyalar beriladi. Endi ish operatsiya komissiyasi talablariga hasiba doktori, PG, dissertatsiyada qo'yilgan talablarga javob beradi. Rasmiy, norasmiy opponentlarning so'zlariga qo'shilaman va bu ishni kelgusi etapga tavsiya qilaman. Endi yashirin Allohga ovoz berish vaqti keldi shekilli. Biz hisob komissiyasini raisi va a'zolarini tanlab olishimiz kerak. Jo'rayev Mahzul Azimjonni, Neli Rafiqovni va Shahrazod va Barlah Habibullayevni hisob komissiyasiga olsak bo'ladimi? Jo'rayev Mahzul Azimjonni rais, o'zbek tilida eshittirasiz. Marhamat.
Tanaffus e'lon qilamiz 5 minutga. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ruxsat bersanglar, hisob komissiya majlisining qarorini sizlarga bayonnomasini o'qib bersam. Saylangan komissiya tarkibi Jo'rayeva, O'zbekova, Shagazotovalar. Komissiya Chartakov Akramjon Qahramonovichning tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yashirin berilgan ovozlar uchun 15 kishi qatnashdi. Bu 100% ilmiy kengash a'zolari va ixtisoslik bo'yicha 5 ta fan doktorlari ishtirok etdi. Chartakov Akramjon Qahramonovich tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun
%100% ovoz berishdi. Buzilgan yo yaroqsiz byulletenlar yo'q, qarshilar yo'q. Rahmat. E'tiborlar. Badiiy kengash a'zolari savollar bormi? Komissiya raisiga. Demak, kitob komissiyasining bayonnomasini ochiq ovoz berish bilan tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Mazkur taklif tarafdorlarini qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Onlayn rahmat, onlayn qatnashchilar. Kitob komissiyasining bayonnomasi bir ovozdan tasdiqlanadi. Hurmatli do'stlar, men yakunlovchi so'zni ilmiy izlanuvchiga beraman. Keyin ishimizni davom ettiramiz. Marhamat, Akramjon Qahramon. ilmiy ishimizda olib borishda kattadan yordam bergan institutimiz rektori Madazimov Madam Mo'minovichga, seminar kengash raisi Xo'jamberdiyev Ma'mudjon Rahmedovichga, professor Zuhriddin Salohiddinovichga va Otabek Bahridinovichlarga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman va rasmiy opponentlarimiz, norasmiy opponentlarimiz o'z xulosalarini berib, o'z takliflarini berganlari uchun ularga ham kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Shundan kelib chiqib, ilmiy rahbarim Shahnoza Qodirjonovnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Vaqtini ayab, etap olib borganligi uchun qarib ketganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va barcha shahidlarimiz xodimlariga, Vazirlar Sanjarovnaga, Dilbar Sodiqovnaga, barcha kafidralar xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va shu yoqqacha yetib kelganim uchun ota-onalarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammanglarga katta rahmat e'tiboringlar uchun. Va kengash a'zolariga rahmat, babushkaga, opadonaga. minnatdorchiligimni bildiraman. Ana yig'lab o'tirishdi ular. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Ben söylediğiniz atıklı veremiz markalar. Hurmatli kengash a'zolari, barchaga baholash insonlari va xulosalar yozib tarqatilgan. Mazkur masala bo'yicha ilmiy kengash xulosasini tasdiqlashimiz zarur. Xulosa mezonlar bo'yicha qanday takliflar bor? Ustaz do'stlar asosida topshiramiz. Mazkur taklif talablarni ovoz berish uchun so'rayman. Tasnifni bergan muhokama qilishga ruxsat berasizlar. Birinchi, sitatsiyadan tasnif berilgan. Sitatsiya natijalarini xarakteri bo'yicha. Sitatsiya natijalarini yangi videolar bo'yicha. Yangi videolar bo'yicha. Sitatsiya natijalarini qimmatliligi. Sitatsiya mavzusida rejali tadqiqotlardan bog'liqligi. Sitatsiyaning amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalardan foydalanish darajasi. Sitatsiyaning amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalardan kengaytirilgan holda foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Belgiler tasdiqlash taklif bo'lyapti. Rozilar qo'l ko'tarib qo'yishinglar so'rayman. Rahmat. Demak, tasnifli belgilar bir ovozdan qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, endi qarorni o'qib eshitsak bo'laveradi. Mustaqil izlanuvchi Chattakov Akramjon Qahramonovning tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PG ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan uglevod almashinuvi buzilishida surunkali buyrak kasalligi tarqalishi, xalq omillar erta tashxislash imkoniyatlari mavzusidagi endokrinolog ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PG ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi yakunlangan ish sifatida ma'qullansin. Qarorni ochiq ovoz berishga qo'yamiz. Rozilar, qarshilar, e'tirozlar yo'q. Bir ovozdan hamma qaror tasdiqlaydi. Rahmat sizlarga. Sizlarning nominglardan ilmiy izlanuvchi Chattakov Akramjon Qahramonovni, u kishining ilmiy rahbari
Shahnozaxon Qodirjonovnani, bizni o'zimizni kengashimizni yangi deputatchi bilan hamda bu kishini mana shu kunga yetkazgan ancha qiynalgan ota-onalari, qarindoshlarni hammalarini Бабушка, дедушка. bog'ishga deyishga ularga tabriklaymiz. Oilalariga bitta fan nomzodi kirib kelgani qutlug' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bundan keyin ishlarda muvaffaqiyat, oliy attestatsiya komissiyasida ham tez kunlarda tasdig'ini topsin. Bundan keyin azob emas, doktorlik ishlar dissertatsiyasini bajarishga kirib ketsa, Shahnoza Qodirjondan yosharib turib, ishlar davom etadi. Tabriklaymiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Masalan, kichik hurmatli kengash a'zolari, yig'ilishda o'tkazish bo'yicha e'tirozlar, takliflar, zamechanalar, boshqalar bo'lsa, marhamat eshitamiz. Yo'q, rahmat. Bunda hammalarga ishtirokchilar uchun juda katta rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Barchangizga sihat salomatlik tilaymiz. Yanaga muvaffaqiyatli o'tish kutilayotgan kengash yig'ilishida kutib qolamiz. Rahmat. Ilmiy kengash yig'ilishini yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat, xayr.